Kisart akkaunt bu nima? Bu taksistlar uchun yagona raqamli baza. U yerda kim ishlayapti, qancha ishlayapti, qanchadan beri ishlayapti, legal ishlayaptimi? Shuni hammasini kuzatib borsa bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Aytishlaricha bu xavfsizlik uchun kerak. Ya'ni haydovchi o'zini haydovchilik guvohnomasi bilan ishlayaptimi yoki 14 soatdan oshiq ishlamayaptimi? O'shani nazoratga olish uchun Kisart akkaunt kerak. Kisart akkaunt kim uchun kerak? Moskva va Moskva oblastida ishlashni reja qilib yurgan barcha haydovchilar uchun Kisart akkaunt albatta kerak. Agar sizda Kisart akkaunt bo'lmasa, Yandex shunchaki liniyaga chiqarmaydi. Xulosa qilib aytganda, Kisart akkaunt Yandex taksida ishlovchilarni nazoratga olish uchun kerak. O'zini akkauntida ishlayaptimi? 14 soatdan oshiq ishlamayaptimi? Oshiqcha akkaunt ochgan yo'qmi? O'shani tekshirish uchun. Undan tashqari puchvoy list uchun ham Kisart akkaunt kerak bo'ladi. Keyingi videoda qanday qilib o'zingiz Kisart akkaunt ochsangiz bo'ladi, o'shani aytib beraman. Keyingi videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun va akkaunt yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying hamda bu videoni Yandex taksida ishlab yurgan yoki Yandex taksida ishlashni reja qilib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar.